Gözümde yaş, bu kalbimin hasretke doldu. Gözümde yaş, bu kalbimin hasretke doldu. Men yılganda düşmenim güldü. Men madem yılganda düşmenim güldü. Bilmeymen bu felek ne için tepin. Nadallar ar yaşar, yaşlılar öldü. Nadallar ar yaşar, yaşlılar öldü. Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Bu ömrümün için yılmayısındı. Ey Tanrım sen çeksiz yaratkan adem. Tarsam bu dünya bir hatası oldu, bir hatası oldu. Tinchliklar, hozir sotimizni boshlaymiz. Javobgar sot maydoniga olib kirilsin.
hozir ayıpligicha javobgardan savol so'raydi. Isming nima? Rahim. Dadangchi? Esim To'nkus. Tinish. Qism shunda odamda? Shundaymi? Nima jinoyat bilan qo'lga olinding? O'g'irlik. Ya'ni-chi? Boshqa gunohim yo'q. Hurmatli sud ahli, oldinglarda turgan bu jinoyatchi amdil 18 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nurg'un yomon ishlarni qilgan. Dastlabda yanchiqchilik qilgan, bara-bara o'g'irlarning shaykisiga aylangan. 2 qatim turmaga kirgan. Oxiri berib o'z dadisini o'ltirmoqchi bo'lgan. Shu emasmi o'z dadisini o'ltirgan? O o'ltirmoqchi. Tinish. Hurmatli sotchi apandi. Aqlug'uchi, savol so'rasangiz bo'ladi. Hurmatli sotchi apandi. Sot ahli, sizlar o'ylab baqdinglarmi? Amdil 18 yoshga kirgan bir bolaning o'g'irlash shaklida qitilib qilishi hamda o'z dadasini o'ldirmoqchi bo'lishi sizlarga nima sababdan? Isning achchig'ini mo'ri bilganga o'xshash, hamma odam o'zining dard ta'siridan o'zi biladi. Hurmatli sotchi apandi, mana bu Hizm apandining o'z o'g'li qoldirgan yaldamillari. Uning peshonasidagi bu tatuxni ko'rdingizmi? Uning badanidagi bu tatuxni ko'rdingizmi? Sot ahli, qaranglar. Bu tatuxni ko'rdinglarmi? Sen tehe mening ishimga aralashqandek bo'ldingmi? Tashkash. Qo'y, bundan keyin o'zingni bilib yur. Men nega borman, nega turman, nima ishlarni qilaman? Qarang bo'lmasa, anglayapsan, ha? Angladingmi? Bundan keyin aralashqan, ha? Yana aralashqan. Yana aralashqan bo'lsangmi? Tabiatni tushunmayman. Tutunma qarang xudo. Ha? Chaqirmishsan, ha? Yuqotga, ber tur. Ber tur deyman. Nertur! Ha? Bitemem nereye da? Atanla vurma seni! Ha? Ya arkadaşamsan! Yana arkadaşamsan da atanla vurma! Ha? Dada onda kımmadın dada! Atanla vurma! Bite nereye? Dada! Ha? Atanla vurma değil dada! Kımmadın arlaş! Onda kımmadın bana arlaş! Atanla vurma dada! Öte nereye? Ha? Ha? Yokuş! Veriyorum oyna! Veriyorum! Konuşa! Xat to'xtab tur. Kashti kelib sen bilan ayrim hisoblashaman. Vuh! Badbaxtlar. Yürünglar bolalar. Canım bolalar. Küçük tarafla diyanglar azar yedi. Oldu. Tamağınlarını yanına. Soğuk kalmışsın. Bu İslam'ı üst gitti. Yığlaman kız. Canım abla, buna dedi ki, dadamın işlerine arlaşmışsınız bu ki. Canım vallahi. Ben neler diyorum dadamızın işlerine arlaşır. Hayli zamanla alıp kaldı. Dadamızın şunda alıp kaldı. Onun neyini cin çaplaştı ki tam deme bilmedim. Abba. Abba! Canım vallahi.
Beqava. Nazarga beqava. Xo'sh, ana. Qalbima ilova, ha? Vallah. Ilova. Ala adash, ala. Qo'y. Qarag'ani qo'y. Jinim. Jinim. Sening cho'qib o'ltag'ini qaragan to'q o'xshamabdi, ha? Ala. Kichaylik. Samg'at keldi. Ishmamsan. Kicha adash, kicha. Kicha adash, kicha. Xodimlar, Bugun bu yer o'ynaymiz deb keldi. Shu qani ichayli, ha? Ala. İşlemse adaş, işlemse. Yerinde tumuçuktan bir otursa, neymiş içmeyecek, ha? Kicha adaş, kicha. Hadi kişiyle. Kele, soqishtirib ichayli. Xo'sh. Hammalarni vaqt uchun, ha? Bak, aylan so'zlar. Xo'sh. Qinamsa. Baxtli bo'linglar. E'lonlar. Vah, Farida degan bir qoch o't. O'tning o'zimi. Seni ko'ydirib yatmasa yana, ha? Aynan. Farida xotin degan sizdak bo'lsa, Shundaqmi? shundoq bo'lmaychi. Kuydirib kul qilyapman yana. Elmo ko'ydirib bir yerga opadingiz. Ishqingizni kuyib, kulga aylanay deb qoldim. Hey. Rasman? Hey, rasmmaychi. Kuyib kul bo'g'icha elib tegishsangmamdi, ha? Xo'sh. Stop, ha? Ko'kraylik. İşini aç deyler! Hey! İşini aç! Hey! İşini aç davatını! Hey! Git kutu! İşini aç! Ne iş açmaysan? Ha? Bizim işini açmaysan? Ha? Bu benim kanım! Ha? Sen kaçtan bile içi adamsın? Ha? Bu kaçtan kırmama? Senin dişin kalksın mı? Ha? Ha? Bana! Opa, men maktabga bordim. Bolam, choy ichib ondan men. Bo'ldi opa, meni yuray, bo'lmasa maktabga kechikib qolaman. Amsa, bu bir parcha nonni olsam elib eling. Bo'ldi opa, meni yuray. Bolam. Bichara bolam. Savoqdoshlar, bizning bugun bu soat ko'radigan darsimiz ataqliq yozuvchimiz Abdurim O'tkirning o'z romanidan ilingan parcha Oqchiq Seyda. Buningda asosan 1912-yildagi Temur xalq boshchiligidagi Qumul dehqonlar qo'zg'olonining tarixiy orqa ko'rinishi, jarayoni ham uning natijasi bayon qilingan. Rahim, nim bo'ldingiz? Uyqungiz kelgan bo'lsa, uyingizga kirib uxlang. Qanday degan gap bu? Bo'ldi, diqqat qilaylik. Endi bizning asrimizga kirgizilgan bu parcha bo'lsa, asosligi Qumul dehqonlar qo'zg'olonining Oqchiq degan joyda olib berilgan bir qitimliq jangning ahvoli so'zlangan. Nimettin? Suiqash etdim. Suiqash? Ahmaq xotin! Tush bo'lgandagi tuzrak bilan sasan umamdi. Tushdimi suiqash qilamsa?
Tönegen polo asam suqash etmasa deb qaqshidingiz. Shunga suqash ishkisi bor o'xshaydi deb. Hey, ahmoq xotin, u degan tönegin bilamsan? Birini qo'ydi ekanman. Endi keldingmi? Kir. Nima bo'ldi bolam? Opa, men maktabda o'qimaymikin deyman. Nima? Bu nima deganing endi? Maktabda o'qimasang qanday bo'ladi? Sening o'qishing shunday yaxshi tursa. Bir yerda xizmat deb ishlaymikin deyman, opa. Yo'q bolam. Bu gapni endi qo'g'chi bo'lma. Bir yerdan xizmat deb ishlayman deganing nima gap endi? Men seni cho'qim tashalarda o'qitib, bilimlik, yaramliq odam qilib chiqaman o'g'lim. Endi undaq gapni qilg'ichi bo'lmajimi? Yig'lamang opa. Sizga bir ishim og'riydi. Men pul topsam, singlim, ukam, men to'rtimiz dinli yozsa qanday yaxshi bo'ladi? Jinim bolam. Undaq xiyollarni bo'lma. Bu ko'ngilsizliklarning hammasi men bilan kelsin. Agar menga yaxshi bo'lsin desang, faqat tirishib yaxshi o'qigin o'g'lim. Opa, men cho'qim yaxshi o'qiyman. Jinim. Oğlum. Biz bugün yeni dersimizin başlaştığın burun, sabahtaşlardan aldığın dersin bir neç sual sorup bakay. Birinci sual. Arca Yaprağı namlıq əsərinin mərkəzi ideyası nemeden ibaret? Qani qaysını cevap veriniz? Rahim, qanisi cevap verin. Bu əsərdə yeni davr yaşlardaki... Oy, akşam ders tekrar qılmay nemiş qilgandingiz? Men sizlarga tunugin o'tlagan darslarni bugun so'raydiganligini aytgandim-ku. Qani kim javob berib baqidi? Sahiba, siz javob bering. Bu asarda yangi davr yoshlardagi jafo mushaqqatga chidash ro'yiga boy, nachar sharoitda tirishib o'rganish ijtihodi bilan sharliq natijalarni yarata oladigan ilidek o'g'langan nadiya o'qilgan. Yaxshi o'tiring. Mayt yaxshi to'liq javob bo'ldi. Boshqalar qilganni siz nima ish qilolmaysiz? Bo'ldi. O'tiring. Hay, topshiriqlarni tekshirib bo'ldingizmi? Tekshirib bo'lmadim. Bechcha patatib ketdim jimo. Oy, yaxshimisizlar? Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz ma'lum? Yaxshimisiz. Qani, o'tiring. Ma'lum, meni chaqirib kelsiz. Shundoq. Xizmatlaringiz bek aldirashib ketdimi qandaq bir necha qatim chaqirsam kelamedingiz? Biroz aldirashib qolgan. Shu Rahimni ishto'g'riq chaqirtgan edim. O'zingizmi bilasiz, ilgari Rahimning uyg'onish natijasini ayt yaxshiti. Uning ustiga sinfda yeti bo'lib har qaysi pallarda oldin minayotgan o'quvchilarning birisi edi. Ammo yaqindan beri nemish bo'ldikin bilmadim. Ruhiy kayfiyatim toza yaxshi emas. Uning ustiga darslarni ko'pincha oqsiq chekinib ketdi. Shunga oilada bolaning kayfiyatiga ta'sir etgandek bir ish bo'lib qoldimki deb sizdan so'rab baqay deb chaqirtgan edim. Yaxshi bo'pti. Oilamizda boshqa ish bo'lmagan. Nima bo'lganda bu bolaga? Bir ish bo'lmagan bo'lsa yaxshi. Sizmi uyga qaytgandan keyin bolaga obdan nasihat qilib, nima uchun chekinib ketganligini so'rab baqsangiz, men maktabda uni obdan tarbiya qilaman. Har shikil tarafdan o'rtaq kuch chiqarib, bolaning uyg'onishiga ko'ngil bilayli. Ma'qul ma'lum. Men kechdi berib bola bilan bir ahvolish baqay. Bo'ladi. Amsa, men qaytay. Xo'sh amsa. Xo'sh. Bo'ladi amsa. Xo'sh.
Rəyimdiga coşuq qani. Qani o coşqa malımın oldida jab yüzüm tökdü meni. Birini qo'yman. Hammani qilgansan. Qani o? Qani sen? Ha? Hey. Seni malımın oldingi mavzumda darslarning hammasida yaxshidi. Hatto o'rganish boshlag'idi. Endi bo'lsa, darslarning hammasidan chekinib ketdi deydi. Ha? Sen darslarning hammasidan chekinib ketdingmi? Ha? Nimishqa darslarni yaxshi o'qimading? Ha? Nimishqa darslarni yaxshi o'qimading? Ha? Gapma. Ha? Urma. Nimishqa yaxshi o'qimaysan? Nimishqa ko'tardi. Meni qilmasdan. Ha? Qo'yma. Ya. Qani aytadi ayaqdagi. Ha? Qo'yma deyman. Qo'yma. Sinib qolaymi? Qo'yma. Hammani o'ldirib. Nimishlarga yoqmading? Ha? Qamiysan. Ha? Hammani qilsan. Beni qo'yma. Ha? Nimishqa yaxshi o'qimaysan? Ha? Ishkini yeysan ayaqni. Nimishqa yaxshi o'qimading? Nimishqa yaxshi o'qimaysan? Ha? Qamiysan. Nimishqa yaxshi tarbiya qilmaysan? Ha? Nimishqa yaxshi tarbiya bermading? Ha? Bu taqdirda. Ha? Sen qo'yma. Mana emsa. Nimishqa yaxshi tarbiya qilmading? Ha? Mana emsa. Opa, bu yoqqa chiqinglar. Nima bo'ldi bolam? Tantarbiya ma'lum. Tantarbiya kiyimi olmasang bo'lmaydi. Bo'lmasa dars kirma degandi. Shunga 40 qo'y lozim deb qolgandi opa. Pul. Uyda pul yo'q deb bolam. Endi qanday qilsak bo'lar? Haras. Uni olaman deb ozroq pulni tiqib qo'ygan. Shuni ichib. Bo'ladi opa. Mana bolam. Yetamdi ya? Yetidi opa. Ma'qul endi bolam. Yo'lni chetidimman. Tanlab o'zimni ag'inchimi?
Cezan yok mu bala? Yo'q. Matematiklik bir misolni o'ylab o'tdim. Opa, tek yatmadingizmi? Men sal turib yatay. Dadam tek qaytib kelmayapti. Qaytib kelsa tamog'ini isitib berib, andin yataman bala. Opa, siz uxlavering. Dadam kelsa tamog'ini o'zim isitib beraman. Bo'ldi bala. İnsavımga rahmet. Sen fakat tırışıp okusanla bo'ldi. Başka işler bilen karın boğmuşsun. Bo'ladi opa, men tirishib beginaman. Kiring. Topshiriq daftarlarni kirgan. To'liqmi? Ha, Farida, chiqib Rahimni chaqirib qo'ying. Kiring. Muallim, meni chaqirganmidingiz? Ha. Rahim, o'qish boshlig'i bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini ekib bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lmadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb, at o'qish pulini ag'ish keling. Bo'lamda? Bo'ladi. Chiqsangiz bo'ladi. Dada, malum o'qish pulini topshirib degandi. Mang. Sen qarzmetdim ben. Seni çoğup koydum. Endi özden tap adaş. Mang. Adamın keyfini uçurup. O'qish boshlig'i bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini topshirib bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lmadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb erta o'qish pulini ag'ish keling. Sen qarzmetdim ben. Kaça bak ben seni. Çok oldu endi. Mang özden verip tapma. Mang. Hey! Mektep bitirish imtihanının iş kaysını ötemezsin ha? Gep kala! Niye iş gep kılmaysan? Ha? Hocam dada, hocam dada boldu kıla. Gep kılmayın ben. Niye iş gep kılmaysan? Gep kıla! Vurmam dada. Niye iş gep kılmaysan? Boldu kıla. Vurmam dada. Niye iş kılmaysan? Vurmam. Onda kılmamış kıla. Vurmam. Vay yazım! Vay yalan olma! Dedeciğim kalay! Tamam! Tez kaç balam! Tez bol! Beni koyuver! Koyuver deyme! Koyuver! Hemen kıran sen! Sen beni sen de kadar yak ne? Oy Rayya, nima ish qilib yuraysan? Bir ish deb ishlaymikin deyman. Maktabdan ketibsan da. Yo'q. İmtihonlarni to'sini o'tamabdimi? Shuni o'qimaymikin deyman. Chaqchaqimagina, sen degan bir sinf boshliq tursan. Voy, qaping nima bo'ldi? Dadam urdi. Shuni uydan chiqib ketdi. Uydan chiqib ketgan? Uyindikilarni Yo'q. Tabax yedimi? Yo'q. Puling yo'qmi? Ah, bo'pti. Jira, menda pul bor. Qanaqa qilamiz? Jira, mana.
Hozir nima turyapsan? Necha vaqtdan beri o'zim ishlayotgan oshxona turyapman. Mendan cho'ngroq bir bol kelgandikin meni ishdan bo'shatibdi. Bo'pti adash. Keyin ikkimiz birlashib cho'ngroq bir ish qilamiz. Hala, yigine. Sen fakat boshqani to'sab qo'ysang bo'ldi. Atrofini qarma. Boshqani to'sab bermayman. Chiq yaqinma. Shuni qilsam burunma bir qitim og'am. Shuni olay. Mana ashki qari. Mana bir qap olay. Nima qilaman? Sizga nima? Shuni olaylik. O'shada pul topshirishga o'xshaydi. Sizni oldingizmi? Pulum yo'qtirdi. Oy xudoyim, qanday qilaman? Boyli batda emasman, hisob qo'ygan. Boyli batda birdan o'shida pulum yo'qtirdi. Hay, bunda qila. Pulumni sayilib oldim ya. Ha? Men qarqina. Adamın pulunuzu almadım. Yok ne almadım. Yok ne almadım ben. Boyinim turganda qilib. Ben almadım pulunuzu. Ben pulunu almadım. To'g'ri. Buni yeyim bir bal batdi. Nima kelgandim? Shu bir bal batdi. Qancha bani izlab baqaydimi? Usta, birdan naqshida pulim yo'qolib ketdi. Hech narsa ko'rinmaydi. Qandoqmi qilaman endi? Nemish bu? Birdamda pulim yo'qolib ketdi. Hey! Jira, tamaqaymiz. Mende pul yo'qtursa? Ahmoq, mana pul. Ha? Hiliq ayolning pulini sağıp kelsen-da? Bichora ayol bek tutib ketdi. Ahmoq, buni purpasam biz qanday qilamiz? U jonni shundoq javan. Buni purpasam biz ochqanmiz. Lekin u xonim ochqolmaydi. Jira, tamaqaymiz. Jira. Yememse, tamak soğuk kaldı. Yigim yok. Dolay alğaşap kaçıyorma yigine, keşke okumaysan tıkı. Hey, başka bir iş tepkisi koptu ki. Vay makul, hazır amanın yokudum işini kıvatımız. Ertugün yakşak bir işini yapıp tapsak şu işini kılımız. Ulan da? Gepimiz gepe. Ha makul. Bu işinin pul yok, bezge anlat yanında. Yok. Portmalınız ne amıdı? Mina hininde sizden başka hiç kim bulmasa siz almayın kim alır? Ne amıdı portmalınız ne? Yalgan gep qilma. Hozir bir şey qilib qo'ygan tursam, siz almayın kim aladi? Aqtirib qalamansa. Yaxshilikcha chiqarib, bo'lmasa chaqchaq ma'lum qilaman. Kızım, zaten neymiş oldu? Ha? Portmalim nima ish qilib qo'yibdi? Tezroq qaytirib atadim. Yinini mush balbatda portmalim yo'qtirdi. Portmalı mı hamısı? Doktor dur hemen al. Bu yaka öyle. Yok ne amıdı portmalı? Kızım, bunu oyunculuğu yokturdu. Belki siz kadarlaş kavuşaysınız. Chuqur bo'lishi mumkin. Qandoq degan gap bu? Hatalışıpsiz kızım. Kim elib olgandi? Gap qilmaysan-ku. Shunda qilib ulasini yeni qo'yibdi-mi? He, sen qandoq bilasan?
Ya sen men bilen birga bo'lmasan? Bugün qarsam, alpozing yomonroq turdi. Shungisini bir falokat guloqmisin deb keynin kirgandim. Agar men bo'lmagan bo'lsam, o'zingni saqchig'ini ko'ratding. Mana portmal. Sen nechap tuymapman qo'l. Sen mukiyen mendek bo'lsa. Yo'q. Men darsiz unda ish qilmayman. Boshqa ish deb qilma. Uyim ketma. Opam bilan fikrlarimni bak ko'gim kelib ketdi. Gücümde yaş bu kalbimin esretke doldu. Gücümde yaş bu kalbimin esretke doldu. Men yılganda düşmenim güldü. Men adep yılganda düşmenim güldü. Bilmeymen bu felek ne için tepin. Nadallar ar yaşar yaşlar öldü. Nadallar ar yaşar yaşlar öldü. Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Bu ömrü için yılmayızım ey Tanrım sen çeksiz yaratkan adem. Karsam bu dünya bir hatas bir hatas
Teyzem, Nimiş oldu ya? Erkin'in ağırıp qağınıға neçə gün boldu. Qızıtmısı faqat yanmayıvatıdı. Doktorxanaga apasam, balınızda yatsın deydi. Yenimde pul bolmağaşqa. Sizni izlep keldim. Pulumuz beni izlep geldi ama. Ben bu yeni toy kıldı, bana pul gerek. Uktun mu? Bırak. Sotta balını özem alımen degen diken, özem amallı kılı onu. Mendum pul yok. İkinci beni izlep gelme. Mah. Teyzem, onda kılma. Canım balam. Canım balam. Nelerde yürüyen sana. Seni üstüme geçiyorum. Sığındım abla. Canım balam. Bastığın kadar mertiydi onu. Beni imandan en sırtırgan sen. Abla, ben seni ben sığınıp gittim. Canım balam. Yürü balam. Ey kırıp gideyim. Korkma abla. Nemeden korksan, dadam endi seni urmaydı. Ben acırışıp kettim bala. Endi erkin üçümüz hatırcam yaşayınız bala. Yürü bala. Abla, nasıl acışıp gittin lan? Rast balam, seni aldandım. Seni acırışıp kettim. Endi seni urgan adam yok balam. Hatırcam yaşayınız. Xudoga shukr, qaytib keldim. Kira balam, kira. Ukka. Ufka. Seni bak sığındım, Ufka. Bak sığınıp gittim. Abla, Ufkam kızıp kaptı o. 3 gün boldu balam. Kundu tushdan keyin mushunda qiziydi. Har xil dorilarni ichirib baxtim faqat taqimidi. Doktorxonaga apasam, balnizda yatsın deydi. Balnizda yatqizsam, million to'laydi ekanman balam. Shuning bilan dadamdan so'rasam yo'qkan, bugun qo'shnilardan so'rasam uladimi yo'qkan. Qaytishimda sen xuddi mana uchrab qoladigandekla u yoqqa bu yoqqa qarab qaytgandim. Xudoga shukr, uchrab qoldim. Ukko kechtilimizdan birga yotqi. Buludu. Uxlaydigan chaq senda yatay bulamdı. Abla, hazırla doğru işkizeyli. Ma'qul balam, hazırla ekiraya. Haras apa, Ruşen görünmeydi o. Sot, Ruşenni dadamga bölüp bergendi. O bir neçe qitim dadamning qishida turmayman deb qichib ketdigan. Biroq Ruşen mening qishimda tursa, uning o'qish pulini to'layolmay qolar ekanman. Shunga uni o'qishsiz qolmasin deb yana dadamning qishiga evatib etdim. Balalar, meni kechiringlar. Men sizlarga obdan qarayamadim. Undaq demang apa, men cho'ngib qoldim. Men bir yerda ishlab pul topgandan keyin Ruşenni aklilib o'qitimi? Voy bo'ladi balam. Xudoyim deginingkilar. Bu kunlar o'tib ketdi. Apa, Bo'ldi balam, sen o'ltir, men qaray. Mana. Ay canım balam. Ay ne oldu? Ne oldu balam? Canıma. Xudoyim,
Canım kızım. Oldu ağlama. Hoş geçti yalnız geldiniz mi? Korkmadınız mı kızım? Nişte geldiniz. Öyle bir iş oldu mu? Ne oldu zade? Fıkan Ruşen. Akam! Oldu yığılmağla ballarım. Bir hala öyle kırıp gideyim. Kukan Erkincan. Ağrıp kaldım mı? Kızım Roşen, şunca keşni keştimey kaytıp gitsiz bu. Zaten neymiş oldu? Fakat çeşidim abba. Öyle hem işini ne kılınay? O ayın fakat ışkınmaydı. Yeni dedi. Bak kınadığımda beni orası hem cındaydı. Dadam bunları gözümü fakat yapkamaydı. Ay canım kızım. Niçin siz onun peşinde dursunuz? Okuksuz kalırsın. Evi aksi. Yanılar. Dadamızın peşine kayıp gitti. Dadamla okudu ne? İddet okumasan mı buladı? Öyle işlerimi kızımdı. Benim öteki bağılmayımızı. Canım kızım. Abba. Ben hem de oraya bağmayayım. Tamam ne az ye. Bulamdı. Yeminle yamak ye. Bulamdı abba.
Adaş, men mumkoy tepasam o'pdikan. Ukam qattiq og'rib qopti, doktorga opamsam texi bo'lmaydi. Mumkoy? Menda mumkoy nima qilsam? O'tinib qilay adaş. Pul berib tursam cho'qim qaytarayman. Sanma? Yanchiqlikni tuzuk qilmayapsan, men qaytib bersa. Unda qilmag'in. Pul berib tursam opamga opirib berib, sen bilan tapavat qilay. Bo'lamdi? Menda hozir pul yo'q. Men berib olim ko'rin so'rab boqay. Samsha saqlab tur. Bo'lamdi? Ma'qul. Ve alimkanma? Men Niyaz. Bana mümkün ciddi lazım kanti alimka. Berip tursun so'tgan. Unda qilma alimka. Bana bek lazımdı. Mümkün tapmasam zat bo'lmaydi. Alimka men cho'qim qaytirib beraman. Haftadan keyin usul bilan qaytirib beray. Ma'qul. Men hozirla borman. Xo'shimsa. Ne adaş? Rahmet adaş. Ben çokum qaytırıp berme. Kaçan qaytırıp berse? Pat arada qaytırıydım. Ben bu pulunu alim ko'rdan aldım. Onun icazını obdan verilse, o bana bir haftalık berdi. Eğer vaktini qaytıramazsak sen men onun kulundan herkes kaçıp kutlamayız. Bunu da adaş ben çokum qaytırıydım. Bunu dönse. Emis pulunu ben opamga apırıp berip kelime ha? Ha ma'qul. Ma'qul. Voy, bu bala ne ketkendi? Aran testi cem boğandık. Ulu Xudayım, onu öz pınayını saqlığaysan. Nim davatsız apa? Hey kızım, akanız yeni yokturdu. Onu yine çıkıp kettim ikin dep ensir avattı men. Akam neymiş şunda kılıdı? Oppa. Oy bala. Hani ben. Esta, yeni kızıp kaptı. Oy kandak kılamen. Canım bala. Endi kandak kılan. Apa? Aka. Bala. Nege o adam? Senden ensirep yüreğim soğuk gitti. Apa, mana pul? Pul? Bunu nereden taptın oğlum? İyide. Ben sizden qarz aldım apa. Endi ukamni doktorxonaga operalaydigan bo'ldik. Ay canım bala. Seni köp cefaga koydum. Unda size apa, men de cho'ngib qoldi. Endi men sizga yordamlashib, uyni bekib ketalayman apa. Bala, rahmet. Sağlığına rahmet bala. Aramlık, alim ko'rdi pulni qachonlik bersa? Akla, men 2 kun vaqt beraman, cho'qim qaytirib o'taman. Qachon hiç vaqt beramiz. Elimiz sana chiq vaqt berdi. Siz deganda qilmaysa, o'g'irlikni tek qamlashtirmaysa, qarag'andisini adablab qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi.
İşte bu. Haramdan bakın şu. Hem de pulu vermeyin hanım emir köle ya. Haramdan. Tüy. Keşif ketdi. Akanız texçi qaytib kelmaydi o. Akamның işleri tex çürümegen oxşaydı apa. Bichara balam. Kichik turupla shuncha ko'p jafolarni tatdi. Rayim, Kechikib qoldim apa. voy balam, men qarg'ina. Ne oldu sana? Ha? Biraz bilan urishdingmi? Hech gap yo'q apa, bolalardan so'qishib qoldim shu. Nima? So'qishib qoldi? Bu attangni bo'lib ketganini qara. Hamma yerim qon. Chiroylarim ko'kirib ishib ketdi. To'g'ri balam. Nima ish bu? Ha? Kechiring apa, men buni diqqat qilay. Voy balam. Sana ne çıkacağım dedim. Bala bilan urishma deb ochig'imga hayvasan olmamdi jinim balam. Qara bak ketganingni. Balam, qo'sog'ing ochdimi? Men sana tamoq akiray ya. Bugün ta'limimiz toz o'ngda ekanmidi ya. Yana 200 kun qamlab qoldi, qanday qilamiz? Shundigina olim ko'rning qili yana tug'yurdan bo'ldi. Ya men bir amalni qilaman. Ha, agipun to'g'ri bo'ldi. La, tamam cheka. Va, chekmayman men. Chekmayman. Birata chek. Yo, chekmayman. Bo'lgan cheka. Yo, chekmayman. La, ala. Icha. Nimish qilyapsan? Ha? Qo'l degani baqi, qarab solsa yaxtimi? Soqchining yochiga qo'l solsam, mushaqqat qolsa. Sen o'qimamsan? Sen qiladigan boshqa ish chiqmadi bu. Mana, bak.
Qara seni, yana kiribsan-da. O'tganda xili obdan va'dalarni berib atatding. Chiqibla yana koni sana menga dastlabsan-da. Mahmudka, bu bala nimanda kim akıllı kılıdığandı? Ha, buni men bilmadim. O'tganda bir obdan va'dalarni berib chiqib ketgan. Lekin bu qitim yana nima ezib yurgan-da? Ras Mahmudka, o'tganda erkin og'rib qolganda do'stimdan qarz oldim deb men ko'y ko'tirib kiribdi ekan. Balkim shu pulni qaytiraman deb shunda qilib soldim-ya. Bu qachon bo'lgan ish? 2 haftaning oldida. Mondaqda, asli mondaq ishganda, men undan so'rsam u javob bergil unamag'andi. Bechora bolam. Bu qitim qanchalik vaqt yata? Onun bu yerga kirishi ikkinchi qitim. Bu qitim yetib qolsa, uzun yetib qolamdiki. Bechora bolam. Hamma ishqa men ayiblik. Balamning mush yo'lga kirib kelishiga men sababchi. Men gunohkor. Men gunohkor. Abba, Canım balam. Qandaqroq turvatsan balam. yaxshi turibmi abba? O'zingizchi, fikrlarim yaxshi turibdi. Yaxshi turvatib. Fikrlarimni senida kuygiz keldi balam. Va kimni sening gapingni qilib. Mening o'g'lim pek ko'nglim keldi abba. Müşküllerde hecep günlerini görmezsen canım balam. Oğlumla bir diye bir ustama kapsam balam. Hemlige ben eyiplik. Seni Kudayım'a tapşırdım. Vaqt o'tdi. Hoş abba. Fikrlarimga salom aytdim. Kul balam. Kudayım'a emanet. Seni Kudayım'a tapşırdım balam. Mahmudka, Ha, kela o'tir. sirtdan xabar ama? Opam kelmagili xili vaqtlar olib qoldi. Sal ansirab qoldim. Opam og'rib qolmaganda? Opamdan bek ansirayotimman. Ha, so'ramayli qo'y bola. Heliqi hezim degan kispurosh. Ha? Mahmudka, tezdan azab nima bo'ldi? Bu gapni asli sana demasam bo'ladi. O'tganda opam Ravshangulning ishi uchun sotga arz sunibdi ekan. Sotdan Ravshangulning ta'minoti uchun har iyiga 200 qo'ydan kesib qo'yibdi. Lekin hezim 200 qo'yni eg'ir ko'rib Ravshangulni og'ili uyga beribdi ekan. U chaqda opam kasal bo'lib yetib qopti ekan. Men bilan ketamsa gaplamsan, ha? Ketamsa gaplamsan. Mo'nglayman. Bo'lmas bo'lmamsan. Mo'nglayman. Mo'nglayman. Qo'lni qo'yaver. Canım kızım. Men bilan ketmayingni bir ko'ray. Ben ketmeyim. Aman eksimesini.
Şuna bilan dadang opangni urib yiqitib etib, Roshangulni ep ketib qopdi. Men bu adlarni hargiz bo'sh qo'ymayman. Opangning kesili eg'ir o'g'ashqa hozir doktorxonada yetib etibdi. Erkinchi. Erkinga qo'shnilar qarab atgan o'xshaydi. Opa. Endi xotirjam bo'ldim deyaptingizmi? Qani bu xotirjamlik? Aldınlarda bekmi sət boldu. Texi yenilə işqi düşüb, tüzügrək işləməylə kesel olup yetib qaldım. Aldınlarda to'liq xijilman. Ahvolingizdan to'liq xabardor olduk. Siz xotirjam yetib davolni bering. Saqaygandan keyin ondan xizmatga tushsangiz bo'ladi. Rahmat. Ko'p rahmat. Xotirjam davolni bering. Yana qandaq ishlar olsa tatılmay davering. Hal qilgan ishlar olsa mumkin qadar hal qilib bering. Helimiz sizlarni ko'p avara qildi. Qaytandiq. Hech qisi yo'q. Siz xotirjam yetib davolni bering. Xotirjam Biz yana yo'qlab kelamiz. Boshqadan keyin. Avara bo'lmanglar. Xo'sh emas. Xo'sh. Ma'qul xo'sh. Xo'sh. Rahmat sizlarga.
Apa! Benim oğlum. Apa! Bala. Apa! Benim bala. Benim şartı şanım. Bir tane balam. Benim oğlum. Benim balam. Beyimcan. Hürmedin. Kaçıp çıktın mı? Ha? Oy neymiş kuşunda kıgan sen canım balam. Apa! Bak, derhal kettin balam. Ya apa! Canım apa! Ben siz için intikam alayım. Bu sizi kaçan kız horlaydı apa! Ya bala, o senin dadan. Yok! Yok apa! Onu tadı değişti mi şirkini ben? Bizim ailemizi veyran kıldı. Benim ilim. Benim sınırımca. Ula kimlerinin ailesini dinlep temtirap yürüydüğünde apa ha? Sizin uşağımı düşürüp koygan. Canım apa. Canım oğlum. Apa. Bizim soğuduzun bir kuş kıyının işmişsem. Bergen suçlumuzdu. Razı olmay kötü apa. Beyimcan, canım balam. Muhtar değmez. Bey. Kim o? Nima? Xotirjam bo'ling. Men hozirla odam o'rnashtiray. Bey. Hele bak, keçiktim. Hele sakın keçik durduğun oldu da. Özümle oraya yana bana vakıraydı. Roşen! İçersin mi? Yakıştırıvatkan sen? Sınlı! Bizim diye Tungüt kılı! Oy Akka! Ödemek! Oğlum, geldin mi? Şundak! Geldim! Sen beni menge uyap yatıdı da koyup kalkamıttın? Yok! Bugün ben senden hesap alayım. Balam, bu neyim değil mi? Balam? Sen beni balam da adamsın? Beni balam da adamın kandaktır o badi. Senin dadılık burçunu adak baka yerin var mı? Sen özağını da bütün ailemizi beyler kıldın. Ufkularımızı sertan kıldın. Beni boysa, bunu ben de görsem olmaydı. Sen de köme kimdi görettin? Hem beni kıkan sen! Bugün ben seni... Akka! Kolundaki bıçağını taşla! Sen dedem öldürme kime? Sen beni öldürememez! Sen de kadının boğunuydun! Bunları yaşlı! Kolundaki bıçağını taşla! Bıçağını taşla! Bıçağını taşla da hadi ben! Bıçağını taşla ben! Oğlum kıma! Hey! Kolundaki! Yetkili bu! Kıvırdı mı? Yuvaş mı? Hocam! Ruşen! Ruşen! Kudret
Ava. Ata-ana degan o'z farzandi uchun tunji tarbiyachi. Xo'sh, Hizm apandi, men sizdan so'rab baqay. Balangiz o'qish materiallari uchun pul so'ragan vaqtda men sen qarzdor emas, menda pul yo'q, nerdan topsang tap dedingiz. Aytinga, endi 18 yoshga kirgan bir bola o'qish pulini nerdan topadi? Qushchinida o'z bolasi uchun halqumga loqma soladi. Qattiq sovuqlarda bolalari uchun qanot yapadi. Acaba siz shu qushchilikmi bo'lamamsiz? Hurmatli sudchi apandi, sud ahli, aytinglarchi, haqiqiy jinoyatchi zodi kim?